Idish tovalar yuvganlardan keyin rakvinada suv yig'ilib qoldim. Uni olib mana bu narsada urib suvni ketkizsa shu yoki choychuvda shuni urib yuborsangiz suv ketishi to'g'rimi? Lekin biz shuni qilganimizda suv ketadi, yana to'planib qoladi, to'g'rimi? Uni endi suvlarni ketkizishga zo'r yo'li bor. Xoslik o'rgataman. Rakvinamizda zaporli yig'ilib qolgan hamma jirlar, hammomlarda misol uchun sochlar hammasini ketkizib beradigan sredствоmiz. Shunda bizga eng birinchi yordamga keladigan mana bunaqa anti-jir degan narsa.